Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga yana o'zimiz xonadonimizdan bellari yo'g'on, chiroqli, dumbalar tikka, juda go'zal qo'ylarimiz bor. Videodan uzoqlashma, like bosib tursan, inshaalloh bularning ma'lumotini to'liq yetkazamiz. Narxini ham inshaalloh zo'r qilib yetkazamiz. Xudo xolisa, like bosib kuzatib turing. Akalar, bugun 28-iyul hafta kuniga seshanba, yana o'zimiz xonadonimizdan, yangi qo'ramizdan video obzorlarga borib o'tdik. Akalar, bugunga 5-6 partiya yaxshi qo'ylarimiz bor. Bir boshdan ma'lumotdan tanishtirsa, birinchi qo'yimiz ishlarni ko'rsting. 4 ishdan 6 ish yutayotgan, ikkinchi qo'yimiz ko'rsatishim. 4 ish, uchinchi qo'yimiz 2 tishda qo'yimiz akalar. Bu yerdagilar hammasi 2 tishda. Bitta aylantirib ko'rsatib qo'ying. Qo'raringlar bularni. Ana akalar, e'tibor beringlar. Xudo xolisa bugunga 8 dona soliq bitta qo'chqorni zo'rini olib kelganman akalar. Ular narxini ham xudo xolisa bomba qilib beraman, xudo xolisa. Svitlik dahshat soliqlar. Xudo xolisa bir toptar yapaman deganlarga mana 8 dona bitta qo'raniki. Yoshlari 2 tishdan 6 tishgacha. Ko'p 2 tishdan. Xudo xolisa mana qo'ylar oldi qochgan ham. Xo'p, akalar, bularni ko'p cho'zmayman. Bo'ylarga bitta metr qo'yib bir bitta kichkina, bitta kattasidan qilib ungacha qo'chqarimiz ma'lumotini tanishtiramiz. Qo'chqor alaykum. Qo'chqarimiz Linus Tayen. Mana o'zimiz qo'ramizda anchadan beri ishlab turgan qo'chqor. Tepa qo'ramiz deydi. Mana tishini-chi. Mana 2 tish Qirg'iziston ochiqligida o'tgan janavar. Mana quloqlarda, tamg'alari. Hop, dumba razrezlarini bitta ko'rsatib qo'yamiz hozir. Dumba razrezlar ham akalar dakansa urvindi. Mana bellari yo'g'on, tikka qo'y akalar, xudo xolisa 2 tish quloq 20. Ishlashlari o'ta ham ajoyib. Shuna buyiga metr qo'yib qo'ying. Yungi tagidan olib tashladim, yalt qilib 1 sm. 96 akalar. Xudo xolisa birinchi navbatda mana shu qilib o'tgan. Qo'chqarimiz narxini aytib o'tib ketaman akalar, 96. Qo'chqarimiz narxi ham unchalik qimmat emas. Bugunga faqat puli yengil yaxshi qo'ylarni chiqazamiz akalar. Hop, dumba razrezlarini ko'rsat. Qo'chqarimiz akalar O'zbekiston bo'ylab dastlabki hamma holatlarni yetkazib beramiz akalar. Mana uruqqa garantiya liniyasi bor. Ona tomoni krasatchik, ota tomon Brabus degan qo'chqorni nevarasi ekan akalar. Xudo xolisa buni narxi hop $1250 ozmoz kelishadigan joyi bor. Mana ekan. Xudo xolisa mash qo'chqarimizdan qochgan, chiqqan soliqlarimizni ham ko'rsatib o'taveramiz. Hop, bu soliq shundan chiqdi. Hop, mashi ham shundan chiqdi adashmasam. Ikkitasi shundan chiqdi, qolgani boshqa soliq qo'chqorlarimizdan ham ishlagan bu soliqlarga. Hop, bo'larga metr qo'ying mana shularga. Mana yungi yo'q, naqd soliqlarimiz, garbonozlari zo'r. Mana 85 plus minus olaverasizlar akalar. Nariga yungini ham o'zimiz oddiy mashinkada yapon 82-83 past 80 plyusga olavering akalar. Narxi keladigan bo'lsa akalar, bular bir joyga 8 million 200 ming so'mda O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarni qilib beramiz. Bu joyi bozormi, qayda qo'y bo'ladigan bo'lsa ko'rib kelaverasizlar akalar. Narxini libo joy bilan solishtiraverasizlar. Mana bellari yo'g'on, yosh, o'zi qaytishga tayyor, qaytib bo'lgan soliqlarimiz. Mana shu soliqlarimiz 2 tish, mana shu 2 tish. Tastasachinaga birinchi partiyamizga xudo xolasa shu ham afg'on elita soliqimiz shu. Shular sana. Tastas shular o'ng chekkadagi qo'yamachini. Mana yangi 2 tishga chiqqan akalar. Ana shu qo'y ham ko'rsatdik. Shu ham yangi 2 tish. Mana akalar, bunachi. Ko'pi 2 tish, 4 tishdagi qo'ylar akalar. 82 dan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabkilargacha qilib beraman. Shashilib aloqaga chiqaveramiz. Bu yerda bitta hadab qo'ying mana. Kelar realni holati uzoqda mana. Janavarlar. Xudo xolasa birinchi partiyamizga ideal holatdagi 8 ta soliqimiz, bitta qo'chqarimiz. Komplekt olaman deganlarga yana xayri bor. Bittikda olaman deganlarga akalar, lekin TVSda kelishamiz. Bittikdasini narxi boshqacharoq bo'ladi akalar. Shashilib aloqaga chiqaveramiz. Keyingi partiyalarimizga bundan ham zo'rlari bor. Like bosib kuzatib turing akalar. Kelar ikkinchi partiyamizga gigant qo'y, toza suyak, katta qo'y so'raganlarga, suyaklari katta, quloqoshlari kelishgan akalar, garbonozlari naqd ishonchli qo'chqordan qochgan qo'y so'raganlarga, dumba razrezlari ham kelishgan qo'chqor so'raganlarga mana ikkinchi partiyamizga suyalik, yoshlari yosh,
Quloqlari mana shunaqa shalpan quloq. Ajoyib qo'ylarimiz. Bir roshdan tishini ichib ko'rsatamiz. Dilmurod, iching bir roshdan. Qo'yimiz, birinchi qo'yimiz, mashalloh mana bo'lari 87, 88 4 tishkingni chiqayotgan naqd qochgan. Ikkinchisi 4 tish. Uchinchisi garbanoz ko'ringmi? 4 tish. To'rtinchisi tumonlari bor emas, 2 tish. Mana ham 2 tish mana qo'yroqli qo'yimiz. Quloqni qarang, mashalloh mana. Mana bu ham 4 tish. Akalar, bular bo'ylari keladigan bo'lsa, bittadan metr qo'yamiz. Bo'ylari akalar 85 plyusga olaverasizlar hammasini ham. Quloqlari 20 plyusda. Toza qo'ylar akalar mana. Xudo xolisi ishqibozlari elishsa maza qilishadi. Mana qo'y birinchisiga. Kassalariga ham e'tibor bering akalar. Naqd qochdi bu o'zimizda ko'rdik qochganini. Mana akalar. 90 ga yaqin. Qo'ling to'g'ri qil, ko'tarma qo'ling. 86 87 mana. Keyingisiga ham o'tkuz. Tumorchalari bor, sivitlik, o'ta ham toza sog'lig'imiz, oldi korpuslarni ham ko'rsatib o'tgan qo'yi mana. Janavar, mashalloh. Ha, bu yerga qo'ying. Qo'rqoqroq ekan bu qo'yim. Janavar turmaydi. 87 ga olaver akasi, olib kiray. 87 88 ga qo'yimiz. Bu ham shunaqa. Bu ikki tish qo'yimiz ham shunaqa. Akalar 85 plyusga olaverasizlar. Bir joyga qiziqqanlarga akalar narxini bularni ham bitta aytaman. Xudo xolisa bo'ladigan qilib aytaman. 8 million 700 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz akalar. Shashil aloqaga chiqaramiz. Bittikda tanlashga kelishamiz. Xudo xolisa oyoq qo'llarni ham ko'rsatib beramiz. Mana ishqibozlari bular soni 6 dona akalar. Mana gigant polvonsini olaman deganlarga shashil aloqaga chiqarasizlar. Ishqibozlarga tashab beramiz akalar. Akalar, keyingi partiyamizga o'sha taniqli qo'chqarimiz mana Karabil liniyadan mana. Akalar, yaxshilab e'tibor beringlar, quloq kallalarga 4 tishdagi bir 5 lik qo'chqarimiz akalar. O sotuvda akalar. Xudo xolisi ishqibozlarga beramiz. Quloq 25, bo'yi 1.5, oldi korpuslarni ham ko'rsatib. Mana akalar, korpus, oldi korpus, dumba razrezlarni ham ko'rsatib. Akalar, mashalloh. Mana qo'chqor juda ham fix, toza qo'chqor akalar. Xudo xolisi ishqibozlarga beramiz. Akalar, buni bir roshdan ko'rsatib tanishtirib o'tib ketaveraylik. Xudo xolisi narxini aytib o'tib ketamiz. Mana ikkinchi garbonozlik sog'lig'imiz inshaalloh mana shu qo'ydan qochdi. Dumba razrezlar ajoyib. Lekin buni bolasi sotuvda emas akalar. Mana shu qo'y bolasi. Bolasi bitta akamizga berganmiz. 3 oylik bo'lganda olib ketaylar. Lekin enasini sotuvga chiqazdik. Akamlar endi majbur olib ketaylar. Xudo xolisa buni narxini aytib o'tib ketaman. Sog'lig'imiz mana shu qo'chqordan Xudo xolisa ishlaydi. 1100 dollarga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Kelishadigan joyi ham bor. Hop. Keyingi sog'lig'imiz yana mana shu ham ichida yuribdi. Xudo xolisa inshaalloh qachib qo'ygan bo'lsa omadingni. Mana ekan. Bu sog'lig'imiz quloq joylashlari. Tishini ichib qo'ying. 4 tishdan 6 tish chiqazayotgan. Quloq tashlashlari ham juda ajoyib, toza sog'liq. Dumba razrezlarini ko'rsatib qo'ying. Hop, mana toza uzun sog'liq. Buni ham narxini aytib o'tib ketaveraman akalar. Mana kallaga e'tibor berib qo'yamiz. Mashalloh. Mana buni ham narxini yengil aytib o'tib ketaman. Akalar, qiziqqanlarga 8,5 million so'mga ash qo'chqor bilan yurgan bu. Xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar. Mana keyingi sog'lig'imiz yosh sog'liq. Buni ham narxini siraz aytib o'tib ketaman. Akalar, 7,5 million so'mga. Uni ham garbonozlarga e'tibor bering, quloqlariga. Tishini ham yengil ko'rib o'tib ketamiz. Ikkizachi sog'liq deb berishgan 4 tish. Bunda tumonlargacha bor. Qo'chqaringlar bo'lsa, qo'shib olarasizlar, yo'qsa qo'shib beraveramiz ham. Uji ishlagan ham shikli bunga qo'chqar akalar. Xudo xolisa qo'chqarimizning narxi akalar telefonda gaplashamiz. Ashuni buga shuni metr quloqiga metr qo'yib qo'ying. Yoshlar 4 tish. Xudo xolisa ishqibozlarga beramiz akalar. Qorani zurini olaman deganlarga e'tibor beringlar, kalla oshlariga akalar. Mana janavar qo'ling qo'y. Mana yerdan qo'yilyapti. 1.5 plyus akalar. Quloqqa ham qo'ying. Quloqqa qo'ying, quloqqa janavar. Mana akalar 25. Mana kalsodan quvvatda. Ishqibozlarga beramiz akalar. Qo'lga ishlashlari ham zo'r. Bitta qo'yib qo'yingda. Qo'y.
Dahshat qo'g ishlashlari akalar, xudo xolasa ishqozlarga beramiz akalar. Obunachilar shashla aloqaga chiqaveringlar. Keyingi partiyamizga qo'z sog'liqlar liniyasi bor, ena bolalarimiz boshlan ko'rsatib o'tamiz. Kelar keyingi partiyamizga kallasini ko'rsating. Keyingi partiyamizga ikizachi, bo'ylar 90 plusda 6 tishga o'tayotgan gigant sog'lig'imiz. Akalar, mana qo'ygan e'tibor beringlar. Bu qo'yimizni o'tkaligi bolasi, quloqlarga e'tibor bering, buyulgi bolasi ham ulg'ash. O'tkaligi bolasi ham mana. Yaxshilab ko'rsating quloqlarni. Quloqlarga e'tibor bering, dumba razrezlarga e'tibor bering akalar. Toza liniyasi bor, garantiyasi borni olaman deganlarga bola beradigan Dayishisini olaman deganlarga quloq shirinasi. Mana quloq 22. Bolasini qulog'i hozirdan akalar e'tibor bering, mana 2,5 oylik qo'zini qulog'i 21 akalar mana. Bolani qanaqa qo'ssani beradigan qo'ylarimiz. Hop, menga e'tibor bering. Bular hammasi o'zimizni qo'ramizda, mana 2 kunlik qo'zi qo'chqorchamiz. Mashalloh. Mana kassalari, garbonozlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Sini kallalariga, quloq tashashlariga, kassalariga qo'chqorchi e'tibor bering. Enasi, mana enasi. Shirokini nevarasi. Hop, ota tomoni Gulver deb olingan akalar, bu shiriylari ham bor. Kalla temisini ko'ring, quloq joylashlarga tishini-chi. Mana akalar 2 tishga yangi chiqqan. O'ta ham toza qo'yimiz, dumba razrezlarini ko'rsating. Bo'ylar 90 atrofida, uzunasi juda uzun. Olani yurishini qarang, choptiki. Mashalloh. Mana dumba razrez dakansa, xudo xolasa ishqozlarga beramiz. Oxirgi qo'yimizni akalar lak bosasizlar. Mashalloh demasana bo'lmadi mana. Kallani qarang. Onani kallasi nima yo, bolani kallasi nima akalar mana. Mashalloh, mana bola qo'chqor. Dumba razrez mana. E'tibor beramiz. Tishini-chi. Tishlari 2 tishdan 4 tishga o'tayotgan, bulisi 2 tishdan. Bular akalar hammasi o'zimni qo'ramday qo'ylar. Bular narxi ham o'ziga yarashur. Arzonchi qo'ymas akalar. Xudo xolasa zurin olaman deganlar. Jan, turishini zurin olaman deganlarga mana qo'yimizni ham e'tibor beringlar, toza qo'y. Bolasi ishonchli o'zimiz o'yda yurgan polvondan qochgan. Xudo xolasa ona bulisi ham qochdi, bulisi ham qochdi. Xudo xolasa mana bir boshdan narxini aytib ketamiz. Akalar, mana qo'yimiz ikizachi, birroq hayali qo'ygan. Olaman deganlarga akalar $1300 oxirgi narx akalar, taqalgan. Dumba razrezlari ham zo'r. Mana naqd bo'g'oz akalar, o'zi lo'millab turibdi mana. Janob. Hop, ikkinchi qo'yimiz $1100 ga O'zbekiston bo'ylab. Uchinchi qo'yimiz $2000 ga O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz akalar. Dayishi soliq. To'rtinchisi ham akalar $1800 ga O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Oxirgi partiyada qo'yimiz akalar $2000 ga O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Zo'rini olaman, qimmatini olaman, ishonchlisini olaman, garantiyaligini olaman deganlarga tashab qo'yasizlar mana. Oxirgi partiyamizga yarichkani, zo'llarini, garbonozlik, tugi toza, sifati zo'rini so'raganlarga mana soni 8 dona bitta qo'chqorchasi bor. Qo'chqorchasi ham ideal. Quloqlar 20 plus. Mana akalar bitta qorasi bor ekan. Hammasi realni yaxshi qo'ylar akalar. Mana garbonozlari bor. Ana bitta-bitta o'tkazinglar-da. Dumbastikka mana hammasi realni holatda akalar qo'zlarni. Qo'zlarni akalar bir joyga akalar 5 million so'mdan hariga o'tib beradigan joyi bor. Ishqozlar aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Mana bir boshdan mashq qo'yimiz o'zimiz xonadonda turgan qo'y ikizachi. Buni qo'chqari mana ekan. Akalar bitta qo'yib olasiz. Yaxshi toza qo'ylar akalar mana. Bu ham yarishga soliq. Quloq tashlashlariga e'tibor beramiz akalar mana. Ishqozlar bitta qo'ra qila olaman desani, mana shu ikkitasi afg'on sog'lig'i borlar. Akalar 5 million so'mdan akalar hech qanday topa olmasizlar. Mana shularni tasda shular ko'rstinglar. Mana shu qo'y ham ko'ring akalar, yaxshi qo'y mana shu. Mana e'tibor beringlar mana. Mana usi bor mana. Janavallar. Mana ular bor mana. Mana bor. Akalar 5 million so'mdan shashilamiz akalar. Lekin mana uni o'zini olaman desani akalar kelishamiz. Mana shu qo'yimiz bilan yanday qo'yimizni narxi boshqacharoq akalar mana. Mana qo'y. Tumonlari bor. Haqiqiy Qirg'iziston Bishkekdan kelgan soliq mana shu. Yarishga soliq juda korpuslar ekan.